Şu ögenge usullardan paydalanıp addi bir misal işleyli. Mana qaranglar. Men forumninki click adresini tanladim. Click adresini tanlab bundaq program yozdim. Diyem ir x y x0 y0 pi s sinjil deb hammasini ham shu taq to'g'riliq haqiqsan deb olti tal miqdor belgilab oldim. Ondan keyin qaranglar. Pi deganim yani çember turaqligi 3,14 qo'y. 3,14 çember turaqligi. Er deganim radius. Şu forumninki egizligining 4dan 1ga teng bo'lsin. Forumninki ishkal egizligining, yani ish rayining egizligining 4dan 1ga teng bo'lsin. Ondan keyin x0 deganim teng bo'lsin forumninki ishkal kengligininki 2dan 1ga teng bo'lsin. y0 deganimmi teng bo'lsin forum 1ninki ishkal egizligininki 2dan 1ga teng bo'lsin deb belgilab oldim. Belgilab olgandan keyin hamda for orqali bir miqdorni davrildim. For i deganim teng 0 dan boshlab 2 ko'paytman pi bo'lsin. Pi deganim nima edi? Çember turaqligi shundaqmi? Çember turaqligi müştaq ko'paytpaginim bo'lsin, ham bu har qitimda step orqali 0.131 miqdor yoki 1314 miqdor yoki çember turaqligininki 10dan 1 miqdor birlik shu birlik qadamda atlab mangpasim, davrilab pasim. 0 dan 2 ko'paytimiz pi gacha bo'lgan qimmatni. Ondan keyin memayaga x deganim teng r ko'paytimiz kosinus. Mayagi ayni chiqarib berdim. Kosinus. Ayning qimmatini, ayningki qimmatiga mos kelgan kosinusning qimmatini topdim. Buningga qo'shib berdim x0 ni. Y deganimni teng r ko'paytman ham bu sinusini topadi. Sinus ayningki qo'shman y0 ni. Sinus ayningki sinus qimmatini chiqarib r ga ko'paytib, uningga y0 ni qo'shib bersin. Qo'shib bergandan keyin men ham buningga sirkoldan birni bekitdim. Sirkol degan nima edi bu? Qaysi usul bu? Çembersizliğe usul. Shundaqmi? Mayada radiusni forumning egizligining 4dan 1 degandim-ku. Shu radiusni hep qo'ydim. Buningga ko'paytib berdim 0.9 ni. Ondan keyin next i qilib qo'ydim. Davrilash jumlasi oxirlashdi. Men programni qo'zg'atdim. Qo'zg'atganning yoq ma'no ustiga cheksam, bir tal sharik chiqdimi? Naqsh shaklida. Ash shuning programimiz shu ash. La programni qo'zg'atganning yoqi eng avval chekkan vaqtingizda mana bunda kichik kelib qo'yib turib cheksanglar bir tal kichik chiqar ekan-ku. Chunki biz radiusni mushning 4dan 1ga qolgan qimmatlarni mush egizligiga asosan 2dan 1ga, kengligining 2dan 1ga asosan qilganligimiz uchun mushta chiqdi. Chiqqandan keyin sizlar mana bundaq yo'tkab eklab, yana birinchi cheksanglar biroz cho'ng. Yana bunda yo'tkab qo'yib, birinchi cheksanglar yana biroz cho'ng chiqadi-ku. Mush masalani hamda bir sil chiqsin uchun mayaga kiyalasini bekitib qo'yinglar. Kiyalas. Tozalashqa bu. Programni qo'zg'atdim mana. Cho'ng kichik qilsanglar o'xshash. Kichiklasanglar burunqisini tozalab o'tib kichikdan birinchi chiqarib beradi. Endi sizlar mana agar texnik kichik qilsanglar 0.000 işte bekitib qo'yay. Programni qo'zg'atdik, qaranglar. O'xshamagan shakl chiqayotganda ham astovsiz birda buning shaklini. Men shu ko'znakning ustiga vijdon yulduzni ixtiyor urib chiqarib beradigan bir program yozib. Knopkani oldim, olgandan keyin qo'shib kelib bu yerga bundaq program yozaman. For i deganim teng
birdan boshlab 100gacha olsun. 100gacha. Birdan boshlab 100gacha olsun. Ondan current x deganim forum 1ninki kengligidan ixtiyor o'ringa olsun. Rand. Current y deganim forum 1ninki egizligininki qimmatning ixtiyor o'rniga olsun. Printlab bersin. Yulduz belgisini ondan next i olsun. Programni qo'zg'atdim. Qo'zg'atgandan keyin ma knopkani bassam 100 dona yulduzni mushaga chiqarib berdi menga. 100 dona yulduz belgisini. Agar men mana bundaq cho'ngaytib turib bassam, mush doirasiga kengaytib yuz berdi. Chunki men ayaga forumninki kengligi va egizligining doirasida olsin dedim. Agar buni bundaq kichiklashsam, mushu o'zim belgilab bergan kichik doira bo'ldi. Qancha kichiklashsam buni yulduzlarninki quyuqlik darajasi shuncha chuqur bo'ladi. Men siziq usuliga bir misol tuzib beray. Meningdan forumning kiligini ochdim. Ochgandan keyin mush forumning kiligiga men bir program yozay. Dim i as integer olsun, x as single, y as single olsun. Yani bir yerda 3 tane miqdor to'g'izdim. Birisi butun son tipli o'zgargich miqdori. Birisi taq to'g'riliq haqiqiy son tipli o'zgargich miqdori. Yana bir y mi o'xshashlar taq to'g'riliq haqiqiy son tipli o'zgargich miqdori. Mush 3 tal miqdorni tuzib chiqdim. Ondan keyin men shkala orqali minus 330 200 nuqtaga 330 200 nuqtaga bir shkala orqali for jumlasi bilan i ni 1dan boshlab 100 gacha davrildim. 1dan boshlab 100 gacha davrildim. X deganim teng 330 ninki ixtiyoriy doirasi diksan. Agar ixtiyor doirasi 0.15 dan kichik bo'lsa, bu holda x deganim teng minus 2. Y deganim teng 200 ning doirasi ichida ixtiyorisan. Agar ixtiyor chiqqan son tuyan bo'lsa 0.15 dan kichik bo'lsa, yana bu holda y deganim teng minus y. Endi siziqdan birini sizdim. Siziqdan birini. O'shaga siziq sizman line degan usul orqali 0 da 0 nuqtaga, x da y nuqtaga. O'shaga bir siziq sizay, ondan keyin buningga QBK'lar orqali 15 ning doirasida olgan ixtiyoriy rangdan birini beray. Ham buni men butun songa eng kichik butun sonni deb qo'yay, meningga init orqali. Ondan keyin davriylashni oxirlashtirma. Next i. Programni qo'zg'atdim, mana ustiga bir cheksam, ma'qulda xatolik bor ekan, qarab boqaylik, nari xato -330, 330, 200, ma'u -200 bo'lsin, ha? -200 bo'ladi. Programni qo'zg'atgandan yoq cheksam, rangarang bir yulduz chiqdi. Rangarang bir yulduz. Mushu xil siziq orqali hosil qilgan ko'rinish ma'u, siziq usul orqali. Mushkil ko'rinishni chiqarishda biz mush siziq usulini qo'llanamiz. Mushu hosil qilgan siziq orqali hosil qilgan shaklninki programmasini bir tushuntirib qo'yay. Ma'u 3 tane miqdor to'g'izliq deb boshlanib so'zildik. Ma'u esa -300 330 da 200lik 330 da -200lik mush doirani bir shkallab mush doira ichida bo'lsin deb ko'rsatib berdi. Ondan keyin for i 1dan boshlab 100 gacha deganim 100 tal siziq chiqarmoqchiman. Mushning ichida x deganning qiymati 330 ning ichida xohlagan bir doiradagi son bo'lsin. Masalan, xohlagancha, masalan 310 ulamdi, 10 ulamdi, 5 ulamdi, xohlagan nasim. Agar olgan qiymati 0.15 dan kichik bo'lib ketib qolsa, u holda x ni -x qilib bersin. Y ning qiymati 200 ning doirasi ichida xohlagancha sanasin. Agar buning olgan qiymati 0.15 dan kichik bo'lib qolsa, uning qiymatini minus qilib bersin. Endi siziq sizga vaqtimizda 0 va 0 nuqta deganimiz shkallangan nuqtani, markaziy nuqtani demakchi. Shuningdan boshlab x, y kichik bo'lgan nuqtagacha birdan siziqsiz bersin. Unda qolganda mana markazdan chachrab chiqqan siziqlarni bir taraf qila olamiz. Ham buning har qatim sizgan siziqning rangi shu QBK'lar orqali xohlagan rangni, QBK'lar 16 xil rang oladi. 16 xil rangning ichida 15 xil rangning xohlagansini olsin. Ondan keyin
Bu mushu bütün programmani saq 100 qitim icra qildi, har knopkani bosgan vaqtim. Demak, mush 00 nuqtadan markazdan sirtqi chechilgan 100 dona siziqsiz birdi degan gap. Ondan ma'u davrilash jumlasi oxirlashdi. Programning asosiy roli shu. Bu yerda bizning tushunmoqchi bo'lganimiz shu siziqsiz ish. 00 nuqtani markaz qilib turib, x va y nuqtani sirtqi nuqta qilib turib, kubikalardagi rangni rang qilib turib siziqsiz birdi. Shuning bilan ma'qul shakl chiqadi. Nuqta usuliga munosabatli bir misol tuzaylik. Eng avval men shkalash orqali ko'znakning egizlik kenglish shkalasini bekitib olaman. Shkal -15 da 15 olsun. Yana 15 da -15 olsun. Yani egizlik kengligi 15 da 15 hesapta shkallansın dedim. Ondan for jumlasi orqali bir i degan miqdorni 0'dan başlap bu o'shgacha davraylik. Ham har qitimda 0.0001 mushunchalik qimmat, yani mush qimmat doirasida atlab bersin deydi davraylik vaqtimda. Ondan y deganimizdan i ko'paytimiz sinus i olsun, yani i ninki sinus qimmatiga i ning o'zini ko'paytib beray. X deganimdan i ko'paytimiz kosinus, yani mush i ninki kosinus qimmatiga i ni ko'paytib beramizday. Ondan keyin pset orqali bir nuqta, yani x y o'zra mash koordinatga x y o'qtiki mash x y qimmat olgan doirada bir nuqta sizay, ondan keyin davriylikni oxirlashtiray. Mana men programni loadga yozib qo'yapman, buni klikka yozay. Klikka chekilish odisiga yozdim. Yo'tkab programni qo'zg'atdim. Qo'zg'atgandan yoq men cheksam bir siziqsiz birdi menga. Bir siziqsiz birdi. Mana programni qo'zg'atdim, bosdim. Siziqsiz berdi. Ma shkal endi egizlikni mo kenglikni 15 dan shkallab oldi. Egizlikni mo 15 katakka bo'lib oldi, kenglikni 15 katakka bo'lib oldi degan gap. For i deganimiz 0 dan boshlab o'shgacha davriylendi. Mush jarayonda bu har qitimda mushundaq bir birlik qimmat atlab berdi step orqali. Bunda qo'yganda meningki sizilish suratda biroz ko'zanglar ko'rinib turdi. Agar men 2.0 ni o'chirib etsam, bu sizilgan vaqtida nihoyat tez sizildi men. Programni qo'zg'atdim, mana bossam mana shappat sizilib chiqdi. Agar men mana 2.0 ortiq qilib etsam, har bir nuqtaning urilganini ko'rib turasizlar. Har bir nuqtaning urilganini. Chunki men nuqta urish orqali sizyapti-ku qimmatni. Nuqta urish orqali. Endi men i'ga i'ninki sinus qimmatini ko'paytib berdik. Sinusdan chiqqan qimmatni ko'paytib berib, uni y yo'llab berdik. Kosinusdan chiqqan qimmatni ko'paytib, uni x ga yo'llab berdik. Ondan x bilan y dan chiqqan qimmat orqali shu nuqtaga nuqtasizdik. Bir chekitdik. Bu davriylik to'xtovsiz davriylangandan keyin x y ning qimmati o'zaro almashib turg'achqa shundaq bir siziqsizgan shakl ko'rindi. Ham bu programni ko'rib bo'lgandan keyin agar sizlar mana shu sinus va kosinus degan funksiyaninki o'zini almashtirib etsanglar, masalan, tangenus deymiz, kotangenus deymiz, shunday funksiyalar almashtirib etsanglar, yana chiqadigan shakl o'xshamaydi. Masalan, men kosinusni tangenusga aylantirib qo'yay. Tan. Programni qo'zg'atdim, qo'zg'atganning yoqi ma'nodagi shakl obiyaqidek chambar aylanmas shaklda emas, balki boshqa bir xil shaklda. Ya'ni pilos ko'rinishi oldida yoki ko'paytirish oldidagi shakl chiqadi. Shunday ekan-ku, sizlar ostroq sizsam 0 ni urdim, programni qo'zg'atsam mana shunday bir shaklni sizib turdi. Agar sizlar mana sinusni xohlagancha o'zgartirib qo'yganlar, masalan, kosinusga o'zgarsanglar yana shakl o'xshamaydi. Ya'ni bundaq bir xil o'xshamagan shaklda yoy sizib chiqarib turdi. Yoki bo'lmasa matematikalik xanshurda yana c k n ba ma'noni o'zgartirib qo'yaylik. Programni qo'zg'atdim, ma'noni hamda bir tarafga, yarim tarafga siziqsiz turdi. Shunday ekan-ku, yarim tarafga siziqsiz turdi. Shu kosinus, tangenus, kotangenus mush funksiyalarningki rolini mushundan ko'rilish qiladi. Bizning bu yerda so'zlamoqchi bo'lganimiz pset usuli. Pset usuli orqali nuqta urishdan iborat. Amayat step qancha kichik bo'lsa, intayin zil nuqta urib ma'lum degan gap. Shunga o'zinglar bir qog'ini sinab qilib ko'ringlar. Biz xosliqlarni, kontrollarni ham ba'zi bir funksiyalarni o'rganib oldik. Ham shundan foydalanib, o'rgangan bilimimizdan foydalanib Windows'ninki shu xotir daftariga o'xshash
bir narsadan birini yasab chiqayli. Bugun shu hujjatning ichidagi yangidan qurish, ichish va saqlash, boshqa nom bilan saqlash degan shu 4 turga munosabatli narsani so'zlay. Birinchi bo'lib lozimlik kontrollarni shuning ustiga olamiz. Lozimlik kontrollarni elish uchun men mousening o'ng knopkasini kontrol supasining ustida chekib kontrol degan turni tanlayman. Tanlab buning ichidan mendaq 3 xil kontrolni qo'shaman. Birisi command dialog control. Command dialog control 6.0 deydi-ku. Yana birisi Rush text box. Rush text box. Yana birisi command control 6.0. Command control 6.0. Ammo u command dialog control 6.0 deganimizda maxsus shu Windows'ninki o'zining 6 xil seplab bergan widget ichish, widget saqlash, widgetning rangini belgilash degandek shu 6 xil alohida turi bor. Shuning uchun qo'shamiz. Rush text box'ni bo'lsa ko'p miqdordagi sansper va yeziqni bir taraf qilganligimiz uchun text box'ning iqtidori yetmaydi deb rush text box'ni olamiz. Hamda command dialog control 6.0 ni ilishimizga sabab mayaga bir dona nim chiqarish, aletstone chiqarish uchun olamiz. Jazmlashtirdim. Rush text box'ni oldim. Command dialogni oldim. Ondan status barni aldım. Status barni alsam shu ostiga tushdi-ku. Status barni aldım. Shu 3 tal narsa orqali biz bir yoziq kirgizish yoki shu tekst bir taraf qilish qurol ishlaymiz. Eng avval mana rush text box'ning ismini osonroq qilib tekst birga o'zgartirib qo'yay. rt text 1 deb qo'yay, rt text 1 deb qo'yay. Ondan keyin buningki ichidagi barliq xarakterlarni chiqarib o'tay. Command dialogining ismini cdlog deb qo'yay. cdlog 1. Status barning ismini stbar1 deb qo'yay. stbar1. Program yozishim oson bo'lsin uchun ismlarni muvofiq o'zgartirib olaman. O'zgartirib olgandan keyin bizning dastlabki holatdagi mush kontrollarni ko'znakning ustiga ilishimiz hozir muvofiq bo'lgan bo'ladi. Endi biz mayaga tizimlik o'rnatishga to'g'ri keladi, shundaqmi? Knopka taqtisining Ctrl A ni bassak yoki qurolninki ichidan tizimlik o'rnatish degan buyruqni bassak yoki mavzu mush kontrolning ustida, ya'ni forumning ustida mousening o'ng knopkasini chekib tizimlik tahrirlagich deganni qo'zg'atsak ham bo'ladi. Qo'zg'atgandan keyin birinchi ulab Wingen ekan-ku. Wingen deb kirgizdim. F harfi maniki nima ish qilma oldiga bel qo'ydig'ini nusxaslar shundaqo. F ning ostiga siziq chiqarish uchun dedik. Mayaga inglizcha file deb kirgizib beray. Ham buningki ostiga bir dona tizimli qistirib Shinjan bo'lsin. Asarni qo'shib qo'yay, u keyin tahrirlashga oson bo'ladi. İsmini nevis qo'ydim. Buninkini yangi betish uchun Ctrl N tug'i. Knopka taqsining Ctrl N ni seplab beraman. Ctrl N ni bosdim. Maningimi N harfini belgilab qo'yay. Ondan keyin mush tuanga birni qistirib, buningga takay deb qo'yaylik. Ctrl O ni sepildimi? Ctrl O. Yana birini qistirdim, buningga pausin deb qo'yaylik. Alfa SR bo'lsin. Buyagma Ctrl S ni belgilab qo'yaylik. Service deb qo'yay buni. Saqildim. Kirgizdim. Kirgizgandan yaqin mayagma 3 tizimlik kirdi. Bugun biz mush 3 tizimlik qarta mashg'ulot deb bo'lmoqchi-ku. Navbatda tizimlik o'rnatib olgan bo'ldik.